Urush boshlangandan buyon AQSh-Isroil zarbalari oqibatida Eron oliy rahnamosi, ko'plab yuqori martabali amaldorlari va harbiy qo'mondonlari o'ldirildi. Ammo Eron boshqaruv tizimi hamon urushda strategiya tuzish va faoliyat yuritish qobiliyatini saqlab qolganini ko'rsatmoqda. Bugun Eronda kimlar ta'sir kuchiga ega ekani va uni kimlar boshqarayotgani haqida gaplashamiz. Bir 1979 yil inqilobdan keyin tug'ilgan Eron Islom Respublikasi oz sonli shaxslarga tayanmaydi, balki teokratik tizimga sadoqat bilan mustahkamlangan ko'p qatlamli institutlarga ega kuch tuzilmasi asosida barpo etilgan. Reuters agentligi Eronning kuchsizlangan, ammo chidamli iyerarxiyasida hozirda kimlar hokimiyat va ta'sirga ega ekanligi haqida ma'lumotlarni to'pladi. Eron oliy rahnamosi Oyatulloh Ali Xomenei urushning ilk zarbalaridan birida halok bo'ldi. 1989 yildan beri lavozimda bo'lgan Xomenei butun tizim bo'ylab so'zsiz itoatkorlik va barcha asosiy masalalarda so'nggi so'z huquqiga ega edi. Eronning rasmiy mafkurasiga ko'ra, oliy rahnamo 9-asrda g'oyib bo'lgan shiyalarning 12-imomi nomidan dunyoviy hokimiyatni amalga oshiruvchi ulamodir. Rahnamoning Bayt deb nomlanuvchi devoni Eron hukumatining boshqa qismlarini nazorat qiluvchi katta shtatga ega. Bu esa rahbarga bevosita byurokratik aralashishlar imkonini beradi. Yangi rahbar Xomeneining o'g'li Mujtabo Xomenei bu rolni va uning keng ko'lamli rasmiy vakolatlarini meros qilib oldi. Biroq u otasi ega bo'lgan avtomatik nufuzga ega emas. Muhofizlar korpusining tanlovi bo'lgan Mujtabo bu harbiylardan qarzdor ham bo'lishi mumkin. U 28 fevral kungi zarbalar paytida yaralangan va davlat televideniyasida hozirgi mojaroning jonbozi yoki yarador faxriysi deb atalgan. Tayinlanganiga 3 haftadan ko'proq vaqt bo'lgan bo'lsa-da, uning birorta fotosurat yoki video lavhasi ko'rinmadi. Mujtaba faqat 2 ta yozma bayonot berdi. Bu esa uning ahvoli borasida savollar tug'dirmoqda. Eronning elita harbiylari Islom inqilobi muhofizlari korpusi, inqilobiy gvardiya yoki inqilob qo'riqchilar ham deyiladigan korpus ta'siri o'nlab yillar davomida o'sib borgan. AQSh va Isroil bilan urush boshlanib, yangi oliy rahbar tanlangach, ular strategik qarorlar qabul qilishda yanada markaziy rolni egallayapti. Korpus o'z rahbariyatining yo'q qilinishiga uzoq vaqtdan beri tayyor bo'lgan. Shu bois har bir qo'mondon uchun allaqachon belgilangan o'rinbosarlar zanjiri tuzilgan. Bo'linmalarni esa belgilangan rejalar asosida mustaqil ishlay oladigan mozaika shaklidagi tashkiliy tuzilma deyish mumkin. Muhofizlar korpusining ko'plab yuqori martabali qo'mondonlari erta halok bo'ldi. Bu holat 2025-yildagi 12 kunlik urushda ham o'ldirilgan yuqori martabali qo'mondonlarning uzoq ro'yxatidan keyin yuz berdi. Lekin ular hozirgacha murakkab urush harakatlarini boshqarishga qodirligini isbotlagan boshqa tajribali shaxslar bilan almashtirib kelinyapti. Bu bardoshlilik Islom inqilobi muhofizlari korpusi qo'mondonligi qanchalik chuqur ildiz otganini aks ettiradi. Eron siyosiy tizimi ulamolar boshqaruvidan tashqari saylangan prezident va parlament bilan birlashadi. Bular yuqorida qayd etilgan muhofizlar korpusi bilan kelishib, Islom respublikasini birgalikda boshqaradi. Ammo marhum Xomeneining asosiy maslahatchisi bo'lgan Ali Larijoniyning o'ldirilishi Eron hukmron doiralari uchun haqiqiy zarba bo'ldi deyish mumkin. Chunki u boy tajribaga ega, Eronning turli kuch markazlari o'rtasida ishlay olish qobiliyati bor va tashqi dunyo bilan muzokaralar olib borishda juda mahoratli bo'lgan. Eronda boshqa qobiliyatli, tajribali siyosiy arboblar ham qolgan, ammo Larijoniyning o'rnini egallashi mumkin bo'lgan ko'zga ko'ringan amaldorlar halok bo'lganlarga qaraganda konservativroq va qattiqqo'lroq bo'lishi mumkin. Muhofizlar korpusi rahbari Ahmad Vohidiy korpusning so'nggi qo'mondoni o'tmishdoshlari o'ldirilgandan so'ng tayinlandi. Vohidiy yillar davomida gvardiyada katta nufuzga ega bo'lgan, u Eron-Iroq urushida qatnashgan, Al-Quds kuchlarini boshqargan, mudofaa vaziri bo'lib ishlagan va ichki noroziliklarni bostirishga yordam bergan. Muhofizlar korpusi Al-Quds kuchlari rahbari Ismoil Qani sirli shaxs.
2020-yilda bo'linmaning sobiq rahbari Qosim Sulaymoniy AQSh dron tomonidan o'ldirilgandan beri Eronning mintaqadagi vakillari va ittifoqchilari bilan aloqalarini boshqarib kelmoqda. Muhofizlar korpusi harbiy dengiz kuchlari rahbari Ali Rizo Tangsiriy 2018-yildan beri faoliyat yuritayotgan tajribali qo'mondon. Tangsiriy Eronning Hormuz bo'g'ozini yopish harakatlarida muhim rol o'ynagan. Eron parlamenti spikeri Muhammad Boqir Qolibov, Muhofizlar korpusining sobiq qo'mondoni, Tehron meri va prezidentlikka nomzod bo'lgan shaxs. Muhammad Boqir hozirda hayot bo'lgan eng yirik siyosiy nufuzga ega shaxs bo'lishi mumkin. Qolibov so'nggi haftalar davomida tobora faollashib, Eronning pozitsiyasi bo'yicha ochiqroq bayonotlar beryapti. Masaladan xabardor manbalarning ta'kidlashicha, u so'nggi kunlarda AQSh bilan muzokaralar olib borgan. Eron sud hokimiyati rahbari Oyatulloh G'ulom Husayn Muhsiniy, razvedka idorasining sobiq rahbari, 2009-yildagi namoyishlarni bostirishdagi roli uchun sanksiyaga uchragan Muhsiniy jamoatchilik tomonidan konservator sifatida ko'riladi. Eron prezidenti Mas'ud Pezeshkian Eron prezidentligi avvalgidan ancha kam ahamiyatga ega. Shunga qaramay, Pezeshkian Erondagi bevosita saylangan eng yuqori martabali shaxs bo'lib, bu unga muhim ovoz beradi. Uning ta'sir chegaralari shu oy boshida Fors ko'rfazi davlatlaridan Eron hujumlari uchun uzr so'rab, muhofizlar korpusining g'azabiga duchor bo'lganida va o'z so'zlarini qisman qaytarib olishga majbur bo'lganida yaqqol ko'rindi. Milliy xavfsizlik oliy kengashining sobiq rahbari Said Jalili, Eron-Iroq urushining yarador faxriysi. U Eron siyosatidagi eng konservator shaxslardan biri. Jalili 2024-yilgi prezidentlik saylovlarida mag'lub bo'lgan va murosasiz sobiq yadroviy muzokarachi ham hisoblanadi. Kuzatuv kengashi a'zosi Oyatulloh Ali Rizo Arofiy, bu yuqori martabali ulamo saylovlardan qaysi nomzodlarni chetlashtirishni hal qiladigan kuzatuv kengashining yetakchi a'zosidir. U Xomenei vafotidan keyin Eronni boshqargan 3 kishilik muvaqqat kengashga qo'shilish darajasida ishonchli shaxs hisoblanadi. Tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi, faxriy diplomat. U yillar davomida Eronning g'arbdagi dushmanlari bilan muzokaralar o'tkazib keladi. Aroqchi Tehron bilan yaxshi munosabatda bo'lgan Rossiya va Xitoy, shuningdek arab qo'shnilari bilan ham o'ta muhim muzokaralar olib borgan.